Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Yasin. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Hikmetlik Kur'an bilan qasam ki, ey Muhammed, şək şübhəsiz ki, sen peygamberlerdinsen. Ala sıratın müstakim. Doğru yoldasan. Tenzilel azizir rahim. Litunzira qawmen ma unzira abâuhum fehum gafilun. Kur'an atı boğuları agahlandırılmagan, yani ularga peygamber kelmegen, gafil kalgan bir kavimni agahlandırışın üçün, galip, nəhayət mehriban Allah tarafından nazil kılıngandır. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ularning köpçiligiga azap toğırsidiki hüküm hakikaten tegishlik boldi. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Şunun üçün ular iman etmaydı. Biz hakikaten ularning boyunlarga ingeklergiçe takaklarını takıdık. Şunun üçün ular başlarını egelmeydi. Yani ular imanға boysunmaydı ve imanға baş egmeydi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ularning oldida bir to'siq, keyinda bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'ra olmaydi. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ularni agahlandıramsan, agahlandırmamsan, ularga baribir o'xshash. İman etmaydi. İnnemâ tunziru men itteba'a-z-zikra ve haşiyar-rahmâne bil-gaybi febeşşirhu bimağfiratin ve ecrin kerim. Sen fakat Kur'an'a ergeşken, merhametlik Allah'ını görmey turup korkkan kişini agahlandıralaysan. Yani agahlandırışının paydası buludu. Onunla Allah'ın onun günahlarını mağfiret kılıdığanlığı ve isil savab, yani cennet ata kıldıganlığı bilen hoş haber bergin. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Biz şübhesiz ki ölüklerini tirildirimiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallarni va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgan. Öz vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. İz arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Aynı zamanda ularga iki payg'ambar avatdik. Ular o iki peygamberni inkar kıldı. Üçüncü peygamberni avatish bilan ularga yordam qildik. Peygamberler ularga, biz hakikaten Allah'ın sizlerge, yani sizlerini hidayet kılışka avatilgen elçilerimiz dedi. Qalu ma antum illa basharun misluna
شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ular, sizlar faqat bizga o'xshash inson. Mehribon Alloh hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchilar, dedi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Elchilar, Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubsizki sizlarga avatilgan elchilarimiz. وما علينا إلا البلاغ المبين. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishli qilib tabliq qilishdir, dedi. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ular elchilarga, biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim toshkesa qilib o'ltiramiz va bizning qattiq jazoimizga uchraysizlar, dedi. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Elchilar, kufronlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan bilidir. Sizlarga vaz-nasihat qilinsa shumpal olamsizlar, hargiz undaq emas. Ya'ni ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar, dedi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najar, yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganlikqa sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dab'i qila olmaydi, hamda meni qutqiza olmaydi. Inni idhan lafi dalalin mubin. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. إني آمنت بربكم فاسمعون. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İymonimga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Qavmi uni o'ltirayotgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U: "Qashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi", dedi. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin
ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni aloq qilish uchun farishtalarni tushiraverguchi bo'lmadik. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Faqat bir ovoz bilanla nagahan ular qetib qoldi. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Allah'ның ayetlerini inkar qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsila uni masxir qilishdi. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ular, yani Mekke aholisi ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdu. Ular bularning yiniga, yani dunyoga abadiy qaytmaydi. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Ülük, yani qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati komilasini ko'rsatadigan alomatdir. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Biz zaminda nurg'ulg'an xorma bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Ular uning, yani bog'larning mevasini yesin. Bu mevlarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdu. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah bütün ayıp noksanlardan paktır. O bütün şeylerini cüp yarattı. Ziminden önüp çıkıdığan nerslerinin, ularının özlerinin ve ular bilmeydiğen nersler, yani acayip mahlukatlarının emmisinin cüptü var. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Ularga Allah'ın kudretini gösterdiğin bir alamet keçiden ibaret ki, onundan gündüzünü ayrı etimizde, yani gündüzün nurunu yok kılı etimizde, ular nagahan karanguda kalıdı. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Gün belgilengen cayığı qarab seyir kılıdı. Bu galip, hemmini bilgücü Allah'ın aldığını ala belgilegen işidir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Ayğı seyir kılıdığan menzillerini belgildik. O, ahırkı menzilge yetip barganda xormunun kurup kalgan şeyhiga okşaş bolup kalıdı. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Günün ayğı yetibilişi, yani ikkisinin cem bop qilishi, keçinin gündüzden eşip ketişi, yani vakti kelmesden gündüzden ornunu edişi mümkün emas. Her biri pelekte üzüp durdu. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota boğlarını, Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemisiga tushirdik. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Biz ular uchun shu kemiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik.
وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Agar biz xohlasak ularni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi va ularni qutqizguchimi bo'lmaydi. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramon qilganligimiz uchun ular qutuldirildi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Parvardigorning payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsa, ular buningdan yuz o'riydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadiq qilib beringlar deyilsa, kofirlar mo'minlarga masxir qilish yuzidan, agar Alloh xolisi ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohliksizlar deydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Ular faqat bir ovoznilar, ya'ni İsrafil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan so'rinilar kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda u ovoz ularni aloq qiladi. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Sur chilingan aman ular qabrlaridan chiqib Parvardigor tarafga yugurdi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ular voy esip bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar ya mo'minlar uningga javoban, mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun. Payg'ambarlar rost aytgan deydi. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. O kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Shubhisizki o kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
Ular va ularning juplari jannatlarning soyalari ostida taxtlarga ulangan holda turdi. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Ular uchun jannatda turli mevlar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tatgan narsalar bo'ladi. سلام قولا من رب رحيم. Mehriban Parvardigor tarafidan ularga salom deyiladi. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Günahkarlarga, ey günahkarlar, bugün bir tarafga ayrılыңlar deyiladi. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Şübhəsizki, şeytan sizlərdən nurgun kişilərini azdırdı. Bunu düşünməmsizlər? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sizlərə vəd qılınğan cəhənnəm mana şu. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Sizlər dünyadakı çığınlarda kafir bolğanlıqlar üçün cəhənnəmə kiringlar. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Şu gündə onların ağızlarını peçetli bitimiz. Onların qılmışlarını qolları bizə sözləb berdi. Putları guvahlıq berdi. Yani her aza onundan sadır bolğan işini sözləydi. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Eğer biz xalsaq, onların gözlerini elbette yok qılıb etdik. Ondan ular yol meňiş qaldıraydı. Lekin ular qandaqmı görə alisun? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Eğer biz xalsaq, ularını öylerdiler sürtünü mübeddel, yani maymun, çoşqa, yoki taş qılıb etdik. Şunun bilen ular aldığım manalmaydı, arqığımı qaytalmaydı. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Biz ömrünü uzun qılğan adamның tilini acizletibitimiz. Yani yaşlıq, qırallıq vaqtidikidən acizlaydı, qeyriydi. Ular bunu düşünmemdi. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Onunğa, yani peygamberge biz şiir ta'lim bermedik. Onunğa şiir münasip emas. Bu faqat tiriklarni agahlandırış, kafirlarga azapning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ular bilmemdi ki, ular üçün hayvanlarını kudret kolumuz bilen xalq etdik. Ular hayvanlarını başkurup turguçlardır. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Hayvanlarını onlara boysundurup verdik.
Ular o hayvanlarning ba'zisini minidu, ba'zisini yeydi. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Ular şu hayvanlardan faydalandı ve sütlerini içidi. Ular Parvardigorning bu ne'matlarga shukr qilmamdi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون U ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Ey Muhammed, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardikini va oshkor qilgan so'z harakatlarini bilib turibmiz. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين İnsan bilmemdi ki, biz haqiqatan uni obimandin yaratdik. Hamda u Parvardigorga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yoritilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi? dedi. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Aytqin ki, uni ang dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah birər şeyini yaratışını irade qilsa, onunğa vücudga kel deydi-də, o vücudga keladi. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah paxtur ki, hər bir nərsinin igilik huquqi onun qolududur. Ölgəndən keyin onun dargahiga qaytarılsızlar.